Assalomu alaykum do'stlar. Davrning eng dolzarb mavzusi bilan efirda 12-kanal jamoasi. Xabaringiz bor, bugungi kunda O'zbekistonda yangi turdagi koronavirusni yuqtirib olgan bemorlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Ularning bir qismi yagona oila a'zolari bo'lsa, bir qismi chet eldan O'zbekistonga kirib kelgan fuqarolardir. Ana shu munosabat bilan sizga ayni vaqtda koronavirusga bog'liq bo'lgan O'zbekistondagi vaziyat hamda dolzarb savollarning javobi haqida so'zlashga harakat qilamiz. Eng qiziqarli yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga a'zo bo'ling va biz boshladik. O'zbekistonda koronavirus qayd etilganidan keyin odamlar orasida oziq-ovqat mahsulotlarini g'amlash vahimasi kelib chiqdi. Virus qayd etilgani rasman e'lon qilingan birinchi kundayoq aholi vakillari tomonidan yirik supermarketlar, bozorlarda uzundan-uzun navbatlar hosil qilinishi, mahsulotlarni bir necha oyga yetadigan darajada ko'p miqdorda xarid qilish holatlari ko'pchilikni sarosimaga solib qo'ydi. Buning oqibatida esa bozorlarda narxlarning ko'tarilib ketishi kuzatila boshlandi. Bunga javoban Davlat soliq qo'mitasi raisi Behzod Musayev karantin vaqtida O'zbekistonda bozorlar yopilmasligi haqida ma'lum berdi. Eng muhimi birinchi navbatda vahimaga tushmaslik. O'tgan 2 oy davomida biror bir mahsulotga narx oshdimi yoki narx oshishiga biror omil ta'sir qildimi? Hech qanday ta'sir bo'lgani yo'q. Soliq organlari va prokuratura huzuridagi departament xodimlari bilan birgalikda doimiy asosda ishlaydigan maxsus shtab tuziladi va har bir bozordagi vaziyat nazoratga olinadi. Shukrona qilib aytishimiz kerak, O'zbekiston oziq-ovqat mahsuloti bilan o'zini o'zi ta'minlay oladigan mamlakat. Go'sht mahsuloti bo'ladimi, poliz mahsulotimi, hamma mahsulot hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Odamlarimiz vahimaga tushmaslik uchun aytmoqchimanki, hukumat tomonidan bunday vaziyat doimiy asosda nazoratga olib boriladi. Nafaqat Toshkentda, balki hududlardagi bozorlarda ham. Birorta bozor, birorta savdo do'koni, birorta ovqatlanish shoxobchasi yopilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bozorlarimiz juda ham to'kin sochin, dedi Musayev. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov koronavirus mavzusiga bag'ishlangan brifing vaqtida tibbiy niqoblar ishlab chiqarish hajmining oshirilishi, ularning sonini kuniga 1 million va 2 milliontagacha yetkazish reja qilinganini aytgan edi. Ammo shunga qaramay, ayni vaqtda dorixonalarda tibbiy niqoblar taqchilligi kuzatilmoqda. Ishlab chiqaruvchi Xurshida Ahmedova tibbiy niqoblar haqida shunday dedi: 2020-yil koronavirus tufayli biz ishlab chiqarayotgan niqoblarga talab va ehtiyoj keskin oshib ketdi va xalqimizning to'g'ri tushunishlarini so'raymiz. Uskunalarimiz va ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz jahon standartlariga to'la javob beradi. Ishlab chiqarish quvvatimiz kuniga 60 ming niqobga to'g'ri keladi. Bugunning o'zida niqoblarni Buxoro, Samarqand va Toshkent viloyatiga yubordik. Niqoblar narxining oshishiga ma'lum sabablar bor. Xomashyo oshgani tufayli niqoblarning tan narxini oshirishga majbur bo'ldik. Korxonamiz 2 turda niqoblar ishlab chiqaradi. Iste'molchilar va tibbiy xodimlarga mo'ljallangan niqoblar. Har ikkalasi ham 3 qavatli filtrga ega. Barcha tibbiy talablarga to'liq javob beradi. Imkon qadar yurtimiz aholisiga sifatli tibbiy niqoblar yetkazib berishga harakat qilamiz, dedi tadbirkor. Vaziyat barqarorlashguniga qadar ushbu muammoga qanday chora topish mumkin? Yodingizda bo'lsa, bolalikda barchamiz maktablarga dokadan tikilgan niqoblar taqib borardik. Niqoblar yetishmasligi kuzatilayotgan bir vaqtda oddiy dokadan ham bir necha qavat qilib niqob taqib olishingiz mumkin. Eng muhimi, uni har 2-3 soatda almashtirib turish kerakligini unutmang. Kun so'ngiga kelib esa niqoblarni yaxshilab yuvib, dazmol qiling. O'zbekiston musulmonlari idorasi diniy marosimlarni uyda o'tkazish, juma namozlarini ham vaqtincha uyda o'qishni tavsiya qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi koronavirus tarqalishining oldini olish yuzasidan yurtimizdagi musulmonlarga murojaat va chaqiriq bilan chiqdi. Unga ko'ra, o'lkamiz musulmonlariga quyidagilar tavsiya etildi. Mamlakatda epidemiologik vaziyat barqarorlashguniga qadar juma namozlari o'rniga uyda peshin namozini o'qisinlar. Shuningdek, 5 vaqt namozni ham uyda ado etsinlar. Janoza namozlari vafot etganning yaqin qarindoshlari ishtirokida xonadonlarda o'qilsin. Masjidlarda namoz vaqtini bildirish uchun azon o'z vaqtida aytilsin. Mo'min musulmonlar imkon qadar kasallikni tarqalishining oldini olishga o'z hissalarini qo'shsinlar. Har bir musulmon ibodatlar va duolarda Alloh taoloning ushbu kasallikni daf qilishini so'rab, ixlos bilan iltijo qilishlari lozim.
Dinimiz poklikka buyurar ekan, kasallikning oldini olish borasidagi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tavsiya etilgan ko'rsatmalarga qat'iy amal qilish har bir musulmonning vazifasidir. Karantin vaqtida masjidlar va tahoratxonalarda Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalari asosida davriy dezinfeksiya ishlari o'tkazilsin. Bunday vaziyatlarda oziq-ovqat, dori-darmon va boshqa zaruriy vositalarni narxini oshirish, sun'iy ravishda taqchillikni yuzaga keltirish hamda aholi o'rtasida turli vahimali xabarlarni tarqatish shar'an haromdir. Ushbu fatvo virus tarqalgan musulmon mamlakatlar hamda boshqa o'lkalardagi yirik islomiy tashkilotlar va ulamolarning ushbu masaladagi fatvo va xulosalarini hisobga olgan holda qabul qilindi. Toshkent va O'zbekiston mitropoliti Vikentiy Rim katolik cherkovining O'zbekistondagi vakili episkop Yeji Vatsulevich dindorlarga aynan shunday murojaat bilan chiqishdi. Ular ham mamlakatdagi nasroniy va katoliklardan behuda vahimaga berilmaslikni iltimos qilganlar. Karantin sharoitida Toshkent shahri bilan qatnovlar cheklanadimi? O'zbekiston Respublikasi hukumati rahbariyatining topshirig'iga binoan joriy yil 16-martdan barcha ta'lim muassasalarida, jumladan kollej, litsey va oliy ta'lim muassasalarida muddatidan oldin ta'til e'lon qilindi va o'qishlar to'xtatildi. Buning natijasida doimiy yashash manzili bo'yicha Toshkent shahridan viloyatlarga chiqib ketayotgan yo'lovchilar oqimi bir necha barobarga ortib ketishi natijasida temir yo'l vokzallari hamda avtovokzallar ayni damda har doimgidan ko'ra gavjum. Bu kabi vaziyat ayrim shaxslar tomonidan noto'g'ri talqin qilinib, ijtimoiy tarmoqlarda tez orada Toshkent shahri bilan viloyatlar o'rtasidagi barcha qatnovlar to'xtatiladi. Shuning uchun fuqarolar doimiy yashash manzillariga chiqarib yuborilmoqda. Mazmunidagi haqiqatdan yiroq bo'lgan ma'lumotlar tarqatilmoqda. Bu kabi ma'lumotlar mutlaqo asossiz bo'lib, Toshkent shahri bilan shaharlararo yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan barcha avia, temir yo'l, avtomobil tashuvlarini uzluksiz ravishda davom ettiriladi. Insoniyat tarix davomida bir necha bor turli epidemiyalar bilan kurashgan. Vahima va qo'rquv hissi ham barcha insonlarga xos bo'lgan hissiyot. Ammo koronavirus insonlarni qattiq vahimaga solib qo'ygani, buning oqibatida insonlar orasida sarosimali holat kelib chiqqanligini achinarli holat deb bilish mumkin. Bugungi kunda koronavirus tarqalgan mamlakatlardagi ba'zi holatlar inson aqlini shoshirib qo'ymoqda. Eronda koronavirusni yuqtirib olgan bemorlar joylashtirilgan kasalxonaning mahalliy fuqarolar tomonidan yoqib yuborilganiga o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Avstraliyada esa bir ayol do'konda hojatxona qog'ozini talashib erkak xaridorning qorniga pichoq sanchib qo'ydi. Londonda kelib chiqishi singapurlik bo'lgan talaba shunchaki xitoylikka o'xshagani uchun ayovsiz do'pposlab ketilgan. Hind okeanidagi Reunion oroli aholisi esa sohilga kelgan kruiz kemasi yo'lovchilarini toshbo'ron qilgan. Koronavirus vahimasi insoniylikni unutish baravarida odamlarni turli jinoyatlar sodir qilishgacha undayapti. Axir o'zingiz ayting, arzimagan buyum uchun odam o'ldirishgacha borishning qanday izohi bor? Virus yuqtirib olish endi o'sha inson aniq o'ladi degani emas-ku. Xitoy kasallikni asta-sekin yengib o'tmoqda. Halok bo'lganlar yo'q emas, to'g'ri, ammo tuzalganlar soni ulardan anchagina ko'p. 40 yoshgacha bo'lgan insonlar orasidagi o'lim ko'rsatkichlari juda kam. Eng xavfli yosh guruhi 70 va undan yuqori bo'lgan insonlardir. Bilasiz, 70 va undan yuqori yosh bo'lgan insonlar o'zi kasallikka chalinuvchi shaxslar, ya'ni qariyalardir. Shu sababli oila a'zolaringiz orasida qariyalar bo'lsa, ularni imkon qadar ehtiyot qiling. Aksariyat odamlar koronavirusni ajal elchisidek qabul qilmoqda. Bu kasallik tumovdan birozgina farq qiladi xolos. U o'limga olib kelishi rost, ammo oddiy grippdan ham odamlarning halok bo'lishlari mumkin ekanligi haqida bilasiz-ku, to'g'rimi? Har ne qilganda ham yaratgan tomonidan taqdirda yozilgan ishlardan ortig'i sodir bo'lmaydi. Yaxshilikka umid qiling, tushkunlikka tushib qolmang, vahimaga berilmang. Ko'nglingizni pok niyatlar bilan to'ldirib, ushbu kasallik tezroq yo'q bo'lib ketishini, xastalar imkon qadar tezroq davo topishlarini so'rab duo qiling. Dono xalqimiz 40 yil urush bo'lsa ham ajali yetgan o'ladi degan gapni bekorga aytmagan axir. O'zingizni asrang do'stlar. Ko'rishguncha omon bo'ling.